kech gapirish, multfilm, autizm, multfilm, bola isterika qiladi, multfilm, yomon uxlash, multfilm, ovqat yemaslik, multfilm, sochini tortadi, multfilmlar, o'zini boshqara olmaydi, multfilmlar, umuman tinch o'tirmaydi, multfilmlar, doim telefonda. multfilmlar. Nega multfilmlar shunchalik yomonmi? Yo'q, multfilmlar yomon emas, lekin ayrim multfilmlar bolani psixosomatiga ta'sir qilishi oqibatida bola rivojlanishdan ortda qolishi, kech gapirishi yoki shu multfilmda ko'rgan xarakterlarni bajarishi. Undan tashqari mana bunday har bir so'zni qayta-qayta aytuvchi multfilmlarga shu so'zlarni qaytarib, xotirasini to'ldirib olishi mumkin. Bunga qo'shimcha kreshki, chupa-chups, chips va har xil turdagi shirinliklar va fast-foodlar ham bolani shu multfilm kabi zararlanishi mumkin. Shuning uchun bolani rivojlanishi uchun birinchi o'rinda televizor va telefonlardan yiroq tuting. Bola 3 yoshgacha shirinliklar tarkibida shirasi bor moddalar tatimaslik kerak va bolani kreshki, chupa-chups, chips va shu kabi zararli narsalar qaytgancha marmeladlardan saqlash shart. Bolangizning sog'lig'iga befarq bo'lmasangiz, bizga obuna bo'ling va videoni har bir telefondan multfilm qo'yib beradigan ota-onalarga yuborib qo'ying.